Endilikda qonunchilikda yangilikka ko'ra, deportatsiya qilingan fuqarolarga 2 yil mobaynida xorijga chiqish pasporti berilmaydi. Hukumat qaroriga ko'ra 2025-yil 1-sentyabrdan boshlab Migratsiya agentligi tomonidan xorijiy davlatning qonunchilik hujjatlarini buzishi natijasida deportatsiya qilingan, shuningdek, O'zbekistonning xalqaro nufuziga va obro'-e'tiboriga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi xatti-harakatlarni sodir etgan fuqarolarga doir ma'lumotlar migratsiya jarayonlariga doir ma'lumotlarning yagona elektron bazasi orqali yuritiladi. Hujjat bilan readmissiya qilingan fuqarolarga 2 yil davomida xorijga chiqish biometrik pasportini berish bo'yicha davlat xizmati ko'rsatilmaydi. Bunda readmissiya qilingan fuqarolarga chet elga chiqishi uchun biometrik pasporti rasmiylashtirib beriladigan istisno holatlar Ichki ishlar bo'limi tomonidan belgilanadi. Bunda readmissiya jarayoni deyilganda, agar O'zbekistonlik fuqaro chet elda noqonuniy qolgan, vizasi tugagan yoki deportatsiya qilingan va O'zbekiston tomonidan qabul qilingan bo'lsa, bu readmissiya jarayoni deb tushuniladi. Qadrli yurtdoshlar, agar o'zingizni qiziqtirgan boshqa huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning advice.uz huquqiy axborot portalidan bemalol foydalanishingizni eslatib o'tamiz.